Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarda shunday marhamat qilganlar. Ya'ni o'zlaringizni, yaqinlaringizni qabrini ziyorat qilinglar. Albatta, ziyorat qilishliklaringiz o'lik qalbni tiriltiradi deganlar. Demak, qabristonlarda ziyorat qilishlik va ularni obod qilishlik insonni qalbiga taskin berar ekan. Zero muqaddas zaminimizda ajdodlar xotirasini e'zozlash, o'tganlarni abadiy oromgohlarni obod saqlash azaliy qadriyatlarimizdan biridir. Har birimizning qalbimizda o'tganlarimizni yorqin xotirasi va ularga bo'lgan cheksiz hurmatimiz yashaydi. Ularning abadiy oromgohlarini ozoda va obod tutish esa farzandlik va iymoniy burchimizdir. Keling, birgalashib qabristonlarni obod saqlaylik. Bir kunlik ezgi mehnatimiz, o'tganlarga bo'lgan ehtiromimiz va kelajak avlodga berilgan eng go'zal ibratdir. Biz sizlarni, azizlar, 1 va 2 avgust kunlari Termiz shahridagi Birodarlik qabristoniga barchalaringizni hasharga taklif qilamiz.